Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga quruq yuz terisini parvarishlash va uni mayillashtirish uchun bir necha tavsiyalarni berib o'taman. Demak, boshladik. Quruq teri ayollar orasida eng ko'p uchraydigan, yuzga erta ajin tushishiga sabab bo'ladigan muammolardan biri hisoblanadi. Uni bartaraf qilish uchun terini muntazam ravishda parvarish qilish va namlantirib turish kerak. Birinchi navbatda skrablardan haddan ortiq foydalanmang. Skrab yoki pilingni kanda qilmaslik qurigan teridan qutulishga yordam bermaydi. Aksincha, uni yanada ko'p jarohatlab, quritadi va yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Mutaxassislar shu sabab ham ushbu kosmetik vositalardan haftada 2 martadan ko'p foydalanmaslikni tavsiya qilishadi. Bu samarali eksfoliatsiya va teri xavfsizligi uchun yetarli hisoblanadi. Tarkibida sulfat bo'lmagan makiyaj tozalaydigan vositalardan foydalaning. Nafaqat shampun, balki yuzni tozalaydigan boshqa vositalar tarkibida ham sulfat bo'lishi mumkin. Sodium loret sulfat samarali, ammo zararli tozalash xususiyatiga ega komponent hisoblanadi. U nafaqat yuzdagi makiyaj qoldiqlari va kirlarni, balki terini himoya qatlamini ham tozalab yuborishi mumkin. Shu sabab ham xarid qilishdan avval bunday vositalar tarkibini diqqat bilan o'qib chiqing. Ketma-ketlikka doimo rioya qiling. Yuzni maxsus vosita bilan tozalagandan keyin tonerdan foydalanishni unutmang. Tozalaydigan vositalar terini quritib yuborgani sabab ham bir zumda terida suvsizlanish jarayoni va qurish kuzatilishi mumkin. Avvaliga tozalang, keyin toner, undan so'ng esa namlantiradigan krem surting. Tonerni biroz nam teriga surtgan yaxshi. Bu terida namlik saqlanib, yanada yaltirab turishiga hissa qo'shadi. Tungi kremdan ham foydalanishni aslo esdan chiqarmang. Ko'pchilik teri nafas olishi uchun tungi krem surtmaslikni afzal biladi. Aslida esa sifatli va tarkibida ishonchli bo'lgan bo'lsa, bunday krem terini nafas olishidan mahrum qilmaydi. Aksincha, uning qurishini oldini oladi. Tarkibi va vazifasi turli ekani sabab ham kunduzgi kremdan foydalanish ham tavsiya qilinmaydi. SPF krem surtishni yoddan chiqarmang. Quyoshning ultrabinafsha nurlari terini quritib zarar yetkazadi. Bu hali hammasi emas. Qarish jarayonini tezlashtirib, yuzga dog' tushishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, mayda yoriqlar paydo bo'lib, yallig'lanish jarayonini keltirib chiqarishi mumkin. Aynan shu sababdan ham hatto qish kunlarida ham SPF kremlardan foydalanishni kanda qilmaslik kerak. Surtilgani unchalik bilinmagani hamda samarali ekani sabab ham quyosh nuridan himoya qiluvchi fluidlardan foydalaning. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.